Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlarim hammalarga Allohning salomati va mag'firati barakat bo'lsin. Alloh taolo yar va yordamchi bo'lsin. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni boshlaymiz. Qarindoshlarningki yaxshi undan anglab, o'zlashtirib turmushiga tatbiqlashini va cho'ng gunohlardan neri turishini umid qilaman. Birinchi cho'ng gunoh Allohga sherik keltirish. Gunohlarning eng cho'ngi Allohga sherik keltirishdir. Sherik keltirish ikki xil bo'ldi. Birinchisi tosh, daraxt, quyosh, oy, payg'ambar, avliyo, yulduz, farishta qatorliqlarga o'xshash biror narsani Allohga sherik qilib, Allohga ibodat qilganda meni Allohga yaqinlashtirdi deganni umid qilib aşı narsalarga cho'qinishdir. Mana bu Alloh taolo bayon qilgan eng cho'ng sherikdir. Alloh taolo Qur'on Karimning Nisa surasining 48-oyatida bunday deydi. Allah haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi deydi. Sura Luqmanning 13-oyatida bo'lsa, sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir deydi. Sura Maydaning 72-oyatida kimki Allohga sherik keltirdi ekan, ya'ni Allohdan g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladi ekan, Alloh uningga jannatni harom qiladi, uning joyi do'zax bo'ladi deydi. Mana bunga o'xshagan oyatlar Qur'on Karimda nihoyat ko'p. Kimki Allohga sherik keltirsa va mushrik holatida o'lsa, ya'ni sherik keltirib uningga tavba qilmay, ashunda o'lib ketsa, shak shubhasiz do'zax ahlidan bo'lib, do'zaxlarda mangu qoladi. Shuningdek, Allohga iymon keltirgan va mu'min holatida o'lgan kishi gerçi do'zaxda gunohiga kuchli azoblangan taqdirdimi jannat ahlidan bo'lib, oxiri jannatga kirdi deydi. Sahih Buxoriy va Muslimda rivoyat qilinishicha, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga 3 qatim sizlarga gunohlarning eng cho'ngini aytib beraymi dedi. Shu chog'da sahobalar aytib bergan Allohning payg'ambari deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohga sherik keltirish, ota-onani qo'shitish dedi. U bu so'zni qilayotganda yo'linib o'ltirgan yerdan qaddini ruslab o'ltirib, yolg'on so'zlashdan saqlaninglar, yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu so'zni to'xtamay takrorlaverdi. Biz sahobalar koshki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu so'zni takrorlashdan to'xtab qolsgan deb ketdi dedi. Birlik kelgan hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda halokatga ilib boruvchi 7 cho'ng gunohdan saqlaninglar degan hadisda shu 7 cho'ng gunohdan birinchisi Allohga sherik keltirish ekanligini bayon qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana kimki dinini o'zgarsa uni o'ldiringlar degan. İmam Buxoriy, Abu Davud, Tirmiziy, Nasai, Ibn Majah va Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Bu yer bir narsa eskartib o'tay qarindoshlar. Hadis inkarchilari mana mushu hadisni kimki dinini o'zgarsa uni o'ldiringlar deganni payg'ambar xato degan deyishdan qo'rqdi, chunki xato degan payg'ambarim xato so'zlam deb jimi ahli islom musulmon qarindoshlar qarshi turdi deb uni ansiraydi, gaplarni silqiltib unda demaydi, unda demagan deydi. Bu hadisni butun İslam alimi 1400 yıldan beri sahih hadis deb baho berib kelgan İmam Buxoriy, Tirmiziy,
Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, İmam Ahmedler rivayet kılan hadis tutsa, ondan keyin yana bir hadis var. Payışlı kılgan ayollarni canlı kesak qilib o'ltiranglar degan hadisni onun bular har doim to'planib so'zlaydi, o yolg'on deb. Mana shunga o'xshash shu birdan ular inkor qiladi. Bunda inkor qilgan vaqtlarda to'g'ri o'xshaydi deb qolsak, bu ig'ir ahvol qiyomat kuni hisob berolmaymiz qarindoshlar. Hamda ikkinchisi amallarning riyoxo'rligidir. Ya'ni qilayotgan amallarimizdagi riyoxo'rlik. Cho'ng gunohni ikkiga bo'lindi dedik. Birinchisini so'zlab o'tdik, ikkinchisi amallarimizdagi riyoxo'rlik. Alloh taolo Sura Kayfning 110-oyatida mundaq deydi: Kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni savobni umid qilib, azobdan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigoriga qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin deydi. Ya'ni amalini hech kimga riyo qilmasin deydi. Ba'zi odamlar qilgan ishlarini riyo qildi, haq ko'rsin deb namoz o'qiydi, haq ko'rsin deb sadaqa berdi, haq ko'rsin deb yaxshi ishlarni qildi niyatda. Ununkini hamda diqqat qilgan odam bilib oladi. Chunki balki haqlar insonlarni jalb qilmaydigan yerlarda berishga, sadaqa berishga tegishli, yordam qilishga tegishli ishlar bo'lsa-mu, uningdan bosh tortqanni odam ko'rib oladi. Ko'p bilib olgan odamlarni sal bayqab qoladi odamlar. Ba'zi vaqtlarda, masalan, jamoat intan ko'p vaqtlarda bo'lsa, dars o'rnidan turib, namozning vaqti naq to'shgan bo'lsa, namoz vaqti to'shib ketdi, azo aytmamda, namoz o'qaylar deb ketgan odamlar bor. Ammo bir ikki odam bo'lgan, yanada bir odam yoshga odam bo'lgan vaqtlarda soat qarab namozning vaqtlari to'shib ketsin, hatto chiqib ketay degan oraliqcha chiqib ketguncha o'qisak bo'ladi-ku deb o'tirdi. Mana buning o'zi riyoxo'rlikqa kirdi. Riyoxo'rlikqa. Qalbida boshqalar ko'rsin, meni voy namozga bak amal qiladigan odamkan desin, sex ekan desin, bexil emaskan desin degan niyat bo'lsa, bu shu cho'ng gunohlarning ichiga kirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda to'xtalib, kichik sherikdan saqlaninglar degan sahobalar, ey Allohning payg'ambari, kichik sherik degan nima deb so'raganda, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam riyodur, Alloh taolo bandalarni qilgan amallariga yarasha mukofotlaydigan kunda ibodatni riyo qilganlarga, hayoti dunyoda amalinglarni kimga riyo qilgan bo'lsanglar, shularning yeniga berib qarab beqinglar, ularning yenida sizlar uchun mukofot bormikan deydi deb javob bergan. İmam Ahmad Tabarani rivoyat qilgan, Albani bu hadisni sanadi yaxshi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisi Quddusda bundoq deydi. Alloh taolo bundoq deydi: Kimki men qilgan biror amalida mendan boshqa birini sherik qilsa, uning o amali sherik qilgan shu narsa uchundir. Men uningdan ado judaman deydi. Bu hadis Quddusning bir parchasi bo'lib, Sahih Muslimning Zuhud babida bayon qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bundoq deydi: Kimki qilgan ishini boshqa biriga anglatishni xohlasa, Alloh uning ishini anglatib qo'ydi. Kimki qilgan ishini boshqa biriga ko'rsatishni xohlasa, Alloh uning ishini ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni u bu amali uchun savobga erishamaydi deydi. Birlik kelgan sahih hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Qanchilgan ro'zdarlar borki, ular ochliq va usuzlikdan boshqa hech narsaga erishamaydi. Kechasi qiyomda turadigan qanchilgan kishilar borki,
ular uyqusuzlikdan boshqa hech narsaga erisholmaydi degan. Ibn Moja, Ahmad ibn Hanbali mazhabininki imomi, Hakim ve Darimi rivayet qilgan sahih hadis. Yani Allah rızası için o'qilmagan namoz ve tutulmagan roza hech qanday savob bermaydi demoqchi. Boshqalar ko'rsin deb qilganlik uchun ular Alloh taolo shu ko'rsatib qo'ydi, qiyomat kuni ajrga erishmaydi deyapti. Alloh taolo Sura Furqonning 23-oyatida mundaq deydi: Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bartaraf qilib, uni uchib yurgan to'zandek qilib o'tamiz. Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarni yo'q chiqaramiz deydi. Ya'ni Alloh taolaning rizoligini ko'zlamasdan ibodat qilganlarning amallarining savoblarini yo'q chiqarib, uchib yurgan va quyosh nurida ko'rinadigan chang to'zonda qilib o'tamiz deyotdi. Endi qarindoshlar tafsiliyroq desak, cho'ng sherik o'z ichidan 4 ga bo'linadi. Ular duo va talab qilishda yuz bergan sherik, niyat va maqsadda yuz bergan sherik, itoatdagi sherik ve Allah'ın haram qilganni halal qilganni haram sanıgan olimlarga itoat qilishdagi sherik, yana birisi bo'lsa muhabbatda, ya'ni sevgida yuz bergan sherik. Bu bir kishini Allohni yaxshi ko'rish bilan teng darajaga qo'yib yaxshi ko'rishda yuz bergan sherik. Kichik sherik bo'lsa, kichik sherikni ishlagan kishi dindan chiqib ketmaydi. Biroq kichik sherikniki har qanday gunohlarning eng cho'ng qatorida hisoblanadi. Cho'ng sherik desa dindan chiqarib olsa, kichik sherik deganda dindan chiqarib o'tmaydi deydi. Kichik sherik ifodalanish nuqtasidan ochiq sherik va maxfiy sherik deb ikki turga bo'linadi. Ochiq sherik bu söz orqali bo'ldi. Masalan, kishining Allohdan boshqasi bilan qasam qilishga o'xshash. Sherik kichik sherik bo'ladi. Balaning nomi bilan yo prim, qimozlar deydi. Yo prim deb qo'shiqlanadigan qimozlar bo'ldi. Shunday boshqalarning nomi bilan qasam qilish qatorliqlar. Alloh va sen xohlasan deyish. Allah ve sen xalisan deyishning o'zimi kichik sherik kirdi. Yoki Allah ve palonchi bo'lmagan bo'lsa ishimiz bitmaydi. Munda baloga uchraydiq yoki uchramaydiq degandeklar. Allah bilan degan chaqda va demaydi. Allah yoki Allah undan qolsa palonchi deb normalda aşında ataydı. Allah ve deganga ishkisini tang o'rin qo'ygan bo'ldi. O Allohga sherik keltirgan bo'ldi. Ochiq sherik harakat orqali yuz berdi. Masalan, balo qazoni yo'qotish oldini olish uchun yoki ko'z tegishdan saqlanish uchun bilazuk isish, jip yoki tumor isish, shum pal silish, shumliq his qilish, ma'lum qushlarni ismlarini yoki joylarni shumliq sanash qatorliqlar mushu sherikning ifodalaridan bo'ladi. Masalan, qoqildiganda o'lim bo'ladi, o'lim xabar yetib keldi. Mushuk yopiloq o'g'lisi oilaga xatar keldi deganga o'xshash gap so'zlarni shu kichik sherikning qatoriga kirdi. Yo'sharin sherik bo'lsa, bu niyatlarda, maqsadlarda va irodada o'tirg'i chiqilgan bir turli sherik. Oz to'la riyo qilish bu turga kirdi. Cho'ng sherik bilan kichik sherik orasida qanday farq bor deganda, bu ikkisi orasida farqlardan ba'zilari bundoq bo'ldi. Cho'ng sherikni ishlagan kishining dunyoda islomdan chiqib kafir bo'lganligi va oxiratda do'zaxga mangu
qamaldiganlığa hüküm kılındı. Küçük şerikni işleyen kişini kafir oldu deb hüküm kılınmaydı ve ahirette mengü dozakta kalıdı deb hüküm kılınmaydı. Ama ahirette ağır jazaga uçraydı deydi. Şundaqla çoğun şerik kişinin bütün yaxşı emellerini yok kılıyordu. Küçük şerik olsa kişinin şerikle alakadar emellerini yok kılıyordu. Çoğun şerik ve küçük şerik hakkında bunun başka nurgun misallar ihtilaflar mevcut. Küçük şerik mi, çoğun şerik mi fakatla tövbe bilen mağfiret kılınışı çoğun günahlarga okşaşla Allah'ın mağfiret kılışını halamaslığı bilen bağlıq mı degende bu iki meselede ihtilaf var. Bu iki göz karıştın qaysı doğru bolsun bu halatlar tolum xatarlik halatlar oldu. Şununla biz ihtilafga kirmeymiz. Yanına buranın sözlüğümüzde ihtilaflık meselelerden nere turumuz. Şununla amal var. Biz meyli çoğun şerik olsun, meyli küçük şerik olsun qattiq saqlanışqa dikkat qilishimiz gerek. Şeriklerden saqlanish qiyomatdagi o'zimizga foydali ishlarga yuz tutgan bo'lamiz qarindoshlar. Derslerimiz barliq qarindoshlarga manfaat yetib kelsin. Barliq qarindoshlarımızın derslerimizni yaxshi o'rganib amaliyotda ijro qilishini Allohdan tilaymiz. Alloh taolo barliq qarindoshlarımizga mag'firat qilsin. Barliq qarindoshlarimizni qiyomatda billa o'zining jannatlarida jam qilishga nasib